Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi institutida tabiiy birikmalar kimyosi dolzarb muammolari mavzusida xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. Unda 10 ga yaqin davlatlarning ilmiy va oliy ta'lim muassasalari xodimlari ishtirok etmoqda. O'simlik moddalari kimyosi institutida an'anaviy ravishda tabiiy birikmalarning kimyosi, ularning farmakologiyasi, texnologiyasi bo'yicha muntazam xalqaro anjumanlar tashkil etiladi. O'tayotgan tadbir singari bunday muloqotlarda tabiiy birikmalar kimyosi sohasida ko'plab muammolar muhokama qilinadi. O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan o'simliklar tarkibida biologik faol moddalarni ajratib olish, ularning kimyoviy tuzilishini o'rganish, ta'sir mexanizmlarini o'rganish hamda o'simliklarni ajratib olish texnologiyalarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqsad aholini tabiiy o'simliklardan olingan dorivor moddalar bilan ta'minlash va ularni ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish. Masalalarning har biri muhim amaliy ahamiyatga ega. Bu sohada institut bir qator yutuqlarga erishgan. Xususan, 30 dan ortiq dorivor preparatlar yaratilgan va hozirda ishlab chiqariladi. Olingan moddalarni neyrodegenerativ faollikka o'rganib, Rossiya Fanlar akademiyasining fiziologik aktiv moddalar instituti bilan hamkorlikda katta bir loyiha tashkil qildik. Alsgeymer kasali, Parkinson kasali bularni davolash bo'yicha hozircha bir samarali dori vositalari yaratilmagan. Shu yo'nalishlar bo'yicha yangi yo'nalish ochdik va bu bo'yicha ilmiy izlanishlarni olib boryapmiz. Anjumanda tabiiy birikmalar kimyosi, biologiyasi va texnologiyasi, biotexnologiyasi va organik kimyo sohasidagi so'nggi yutuqlar muhokama qilindi. Ilmiy ma'lumotlar bilan fikr almashildi. I have some experience by doing research on different type of plants. Men turli o'simliklarni o'rganib tadqiqot o'tkazib kelmoqdaman. Biroq O'zbekistondagi yashil olam men uchun yangi bir dunyo desam adashmayman. Ushbu konferensiyada qatnashayotganim va hamkasblarim bilan fikr almashish imkoniyatiga ega ekanligimdan bag'oyat xursandman. Bu yerda ko'plab masalalar yuzasidan muloqotlar olib borildi. Misol uchun, Orolbo'yi hududini qanday qilib ko'kalamzorlashtirish borasida taklif va tavsiyalar berildi. Yana bir narsa, O'zbekiston har jihatdan ajoyib mamlakat. Tabiatdan tortib insonlarigacha. Biotexnologiya yordamida tabiiy mahsulotlarni yirik miqyosda ishlab chiqarish, an'anaviy tibbiyotdagi tabiiy birikmalar kimyosi va ularning zamonaviy farmatsevtika rivojiga qo'shadigan hissasi, shuningdek tabiiy mahsulotlarni barqaror materiallar va ekologik toza texnologiyalarda qo'llash masalalari ham muhokama qilinmoqda. O'lim asosiy sabablaridan birinchi o'rinda o'sha yurak qon tomir kasalliklari, onkologiya kasalliklari, butun dunyoda qandli diabet bilan 350 milliondan ko'proq odam xastalangan. Dorilarning ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganish va ularga demak tabiiy o'sha o'simliklardan dorilarni olib tavsiya qilish menimcha bu ularning yechimi bo'la oladi. Lekin albatta bu ishlar oson emas. Ko'plab tadqiqotlarni, ko'plab kuch-g'ayrat sarflashni talab qiladi. Hamkorlik bo'lmasa bu ishlarni amalga oshirish qiyin. Muloqotdan so'ng olimlar amaliy ko'rinishdagi laboratoriya tajribalarini ham birgalikda amalga oshiradilar. Bu esa tadqiqotlarning ta'sirchanligi va istiqboliga xizmat qiladi.